Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 11 dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.020 so'm 90 tiyin bo'lib 17 so'm 72 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 13.988 so'm 72 tiyin bo'lib 1 so'm 41 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 155 so'm 49 tiyin bo'lib 1 so'm 19 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 21 tiyin bo'lib 6 tiyinga arzonladi. 1 qirg'iz so'mi 137 so'm 42 tiyin bo'lib 21 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultop.uz kanali.